هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Şura tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende dehtanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Şura suresi 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Şura 53 ayet Mekke'de nazil bolgan. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Hamim Ayn Sin Qaf. Galip hikmet bilen iş kılgıcı Allah sana ve senden ilgirki peygamberlerge muşundak vahiy kılıdı. Asmanlardaki şey ile ve zimindeki şey ile Allah'nındır. Yani Allah'ın mülküdür, Allah'ın tasarrufu astıdır. Allah üstündür, kattıdır. Allah'ın kattılıqıdan asmanlar yuqur tarafından yerilip gitişki tasqalıdır. Periştiler Rabbiga tasbih etidi, hamd etidi, yer yüzdikilerge mağfiret tilaydi. Bilinglar ki Allah hakikaten nihayet mağfiret kılgıçıdır, nihayet mehribandır. Allah'ını koyup butlarını igi kılıp alganlarının emellerini Allah küzütüp durguçudur. Sen ulağa hami emezsen. Vahiy ve Allah Teala'nın büyüklüğü doğrusunda. Üzüp okuladığın elif B harfleri hakkında yukarıda sözlendi. Galip hikmet bilen iş kılgıcı Allah sana ve senden ilgirki peygamberlerge muşundak vahiy kılıdı. Yani Allah Teala sana bu Kur'an'ı nazil kılgandek senden ilgirki peygamberlerge muşundak kitaplarını nazil kıldı. Allah Teala düşmanlarından intikam elişte galiptir. Sözlerini ve işlerini hikmet bilen kılgıcıdır. İmam Malik Ayşe radıyallahu anha'nın mundaq degenlikini rivayet kıldı. Haris ibn Hişam Peygamber aleyhisselam'dan ey Allah'ın peygamberi vahiy sana qandaq keldi deb sordu. Peygamber aleyhisselam mundaq cevap verdi. Vahiy bana bazı çağlarda qo'ng'iroq ovozidek jaranliq keldi. U bana qattiq tuyuldi. Bana vahiy nazil bo'lishdan to'xtagan hamon men uni esimde tutib olaman. Bazı çağlarda Cibril Adem suretida kelib bana so'zlaydi. Men uning deganlarini esimde tutib olaman. Aisha radhiyallohu anha yana mundaq dedi. Men qattiq soğuq kuni Peygamber aleyhisselamga vahiy nazil bo'layotganligini ko'rdim. Vahiy to'xtaganda Peygamber aleyhisselamning peshonasidan ter chiqyotdi. Bu hadisni İmam Buxoriy ve Muslim rivoyat qilgan. Asmanlardaki şey ile ve zimindeki şey ile Allah'nındır. Yani Allah'ın mülküdür, Allah'ın tasarrufu astıdır. Yani bularning hammasi Allah Teala'nın kullarıdır. Allah Teala'nın mülküdür ve Allah Teala'nın tasarrufu astıdır. Allah üstündür, kattıdır. Bu haqda Allah Teala mundaq degan. Allah hammadan büyüktür, hammadan üstündür. Allah yüksektir, kattıdır. Bu mazmundaki ayetler nihayet köptür.
Allah'ın kattılıqıdan osmonlar yuqori tarafidan yerilib ketishga tas qiladi. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Zahhak, Qatada, Suddi va Kayb Ahbar qatorliqlar bu vaqtda mundaq deydi. Ya'ni Alloh taolaning kattaliqidan osmonlar parcha-parcha bo'lib ketishga tas qiladi. Farishtalar Rabbiga tasbih etadi, hamd etadi. Yer yuzidagilarga mag'firat tilaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Arshni ko'tarib turgan va arshning cho'risidagi farishtalar Rabbiga tasbih etadi, hamd etadi. Uningga iymon etadi. Mu'minlarga mag'firat tilaydi. Ular aytadi: Rabbimiz, sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Bilinglarki, Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Bu Alloh taolaning o'zining sifatlarini oshkor e'lon qilishidir. Allohni qo'yib butlarni ega qilib olganlarning, ya'ni mushriklarning amallarini Alloh kuzatib turuvchidir. Ya'ni Alloh taolo mushriklarning bu amallarini inchkilik bilan hisoblab, birma-bir xotirlab qo'ydi. Ondan ularning qilmishlariga qarata to'liq jazo berdi. Sen ularga homiy emassan, ya'ni faqat ogohlantiruvchisan. Alloh taolo har narsaga homiydir. Makka aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirishing uchun, kishilarni qiyomat kunidan ogohlantirishing uchun sana biz mushundoq arabcha Qur'onni nozil qildik. U kunda hech shak yo'qdir. U kunda bir firqa kishilar jannatda va bir firqa kishilar jahannamda bo'ladi. Agar Alloh xolisa ularni, ya'ni butun insonlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinni qiladi. Lekin Alloh xohlagan odamni rahmatiga daxil qiladi. Zolimlarga hech qanday ega, hech qanday madadkor bo'lmaydi. Qur'onning ogohlantirish uchun vahiy qilinganlik to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi: Senden ilgirki payg'ambarlarga biz vahiy qilganimizdek, sana biz mushundaq arabcha Qur'onni nozil qildik. Ya'ni oyatlar ochiq, ro'shan bayon qilingan Qur'onni Makka aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirishing uchun, ya'ni uningdan boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarni ogohlantirishing uchun nozil qildik. Bu oyatda Makka alohida tilga ilindi. Chunki Makka boshqa shaharlardan muqaddasdir. Bu haqda o'z o'rinlarida nurg'un dalillar tilga ilingan. Bu dalillardan eng qisqa bo'lgani Imom Ahmad Abdulloh ibn Adi Zuhridan rivoyat qilgan hadisdir. Abdulloh payg'ambar alayhissalomning Makka bozoridagi Hazura degan yerda turib mundaq deganligini anglagan. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sen haqiqatan Alloh taolaning eng yaxshi va eng so'yimli zimini. Men sendan chiqarib etilmagan bo'lsam, hargizmi chiqmaydim. Imom Tirmizi, Nasai va Ibn Majah qatorliqlarni mushuning o'xshash rivoyat qilgan. Kishilarni qiyomat kunidan ogohlantirishing uchun, ya'ni Alloh taolo ilgarigilarni va keyingilarni bir tuzlanlikda to'playdi. U kunda hech shak yo'qdir. Ya'ni qiyomatning yuz berishida hech shak yo'qdir. U cho'qim bo'ladi. U kunda bir firqa kishilar jannatda va bir firqa kishilar jahannamda bo'ladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: U kunda Alloh sizlarni qiyomat uchun to'playdi. U ziyon tortadigan kundir. Ya'ni u kunda iymonni tark etganligi bilan kofirning ziyon tortganligi
yaxshi amallarni degandek qilolmaganligi bilan mu'minning ziyon tortganligi oshkor bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Oxirat azobidan qo'rqadigan odam bu qissadan albatta ibrat oladi. Ana shu kun butun xaloyiq hisob berish uchun yig'iladigan kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir. Uni, ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lgandala so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatmand bo'ladi. İmam Ahmed Abdullah ibn Amri radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni Payg'ambar alayhisalom yenimizga chiqib keldi. Uning qo'lida ikki kitob bor edi. Bu ikkisining nima kitob ekanligini bilamsizlar deb so'radi. Biz yo'q, ey Allohning payg'ambari, bizga deb bersang, andin bilamiz dedik. Payg'ambar alayhisalom uning qo'lidagi kitobni ko'zitib turib mundaq dedi. Bu olamlarning Rabbi tarafidan jannat ahlining ismligi, ularning ota-bobolarining va qabrlarining ismligi yozilgan kitobdir. Ularning hammasi hisoblab to'plandi. Ularga hargiz ortiq qo'shilmaydi, ulardan hargiz kamaytib etilmaydi, dedi. Ondan sol qo'lidagi kitobni ko'rsatib, bu Dovzax ahlining ismligi, ularning ota-bobolarining va qabilalarining ismlari yozilgan kitobdir. Ularning hammasi hisoblab to'plandi. Ularga hargiz ortiq qo'shilmaydi, ulardan hargiz kamaytib etilmaydi, dedi. Payg'ambar alayhisalomning sahobalari buni anglagandan keyin, agar bu ish belgilanib bo'lgan bo'lsa, undaqda nima uchun amal qilamiz deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom, haqni bo'ylab to'g'ri yo'lda meninglar. Haqiqatan jannatda bo'ladigan odam mayli nimali ish qilmasin, jannat ahlining amalini qilish bilan umrini oxirlashtirdi. Haqiqatan Dovzax ahli bo'ladigan odam mayli nimali ish qilmasin, Dovzax ahlining amalini qilish bilan umrini oxirlashtirdi deb javob berdi. Ondan Payg'ambar alayhisalom qo'lidagi kitoblarni yig'ishtirib, g'olib va buyuk Rabbim bandalarining ishlarini belgilab bo'ldi, dedi. Ondan o'ng qo'lidagi kitobni qo'yib, qiyomat kuni bir firqa kishilar jannatda bo'ladi, dedi. Ondan so'l qo'lidagi kitobni qo'yib, u kunda bir firqa kishilar jahannamda bo'ladi, dedi. İmam Tirmizi ve Nasai bu hadisning mazmuniga o'xshash mazmunda hadis rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasul. İmam Ahmed Abu Nazraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalomning sahobalari ichida Abu Abdullah degan birisi bor edi. Bir kuni uni do'stlari ziyorat qilib keldi. Ular uning uyiga kirganda u yig'lab turgan ekan. Ular uningga, "Nimaga yig'laysan? Payg'ambar alayhisalom sana toki menga uchrashqichilik davomliq burtongni qisqartib turgan demaganmi?" dedi. U shundaq degan, va lekin men Payg'ambar alayhisalomning Alloh taolo haqiqatan o'ng qo'li bilan insonlardan bir changal, so'l qo'li bilan bir changal ilib, bu jannat uchun, bu jahannam uchun yaratildi. Men parvo qilmayman, dedi. Deganligini anglagandim. Men bu ikki changalning qaysisidan ekanligimni bilmayman, dedi. Taqdir to'g'risidagi hadislar sahih hadis kitoblarida va boshqa hadis kitoblarida nihoyat ko'pdir. Uning ichida Alining, Ibn Mas'udning, Aishaning va boshqa nurg'un kishilarning Alloh ularning hammasidan rozi bo'lsin rivoyat qilgan hadislari bor. Agar Alloh xolisa, ularni, ya'ni butun insonlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi.
ya'ni hammani hidoyat ustida yoki hammasini gumrohlik qilatdi. Ammo Alloh taolo ularni farqli qildi. Xohlagan odamni haqqa hidoyat qildi, xohlagan odamni haqdan ozdirdi. Buningdagi hikmat va yetarlik pokit Alloh taologa xosdir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: lekin Alloh xohlagan odamni rahmatiga daxil qiladi, zolimlarga hech qanday ega, hech qanday madadkor bo'lmaydi. Belki ular Allohdan boshqalarni ega qilib oldi. Faqat Alloh egidir. Allah o'liklarni terildirdi. Allah har narsaga qodir. Sizlardan ustida va uningdan boshqa har qanday narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Sizlar din ustida va uningdan boshqa har qanday narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Uningga Allah hukm chiqardi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, ana shu Alloh mening Rabbimdir. Uningga tavakkul qildim. Hamma ishda Allohga murojaat qilaman. Allah osmonlarni va zaminni yaratquchidir. Allah sizlarga o'z jinsinglardan juftlarni, ya'ni ayollarni yaratdi. Hayvonlarga o'z tipidan juftlarni yaratdi. Bu orqali Allah sizlarni ko'paytirdi. Hech şey Allohga o'xshash emasdir. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Osmonlarning va zaminning xazinalarining ochqishlari Allohning ilkididir. Allah xohlagan kishining rizqini sinoq yuzasidan keng qiladi. Xohlagan kishining rizqini balog'a mubtalo qilib sinash yuzasidan tor qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. Faqat Alloh taoloning ega bo'g'ichi, hukm qilg'ichi, yaratquchi ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushriklarning Allohdan boshqa narsalarni iloh tutib olganligiga raddiya berib mundaq deydi: faqat Alloh haqiqiy egidir. Yalğız Alloh taolodan boshqa hech narsaga ibodat qilish durust emas. Alloh o'liklarni terildirishga qodirdir. Ham Alloh har narsaga qodirdir. Sizlar din ustida va uningdan boshqa har qanday narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Uningga Alloh hukm chiqardi. Ya'ni bu oyat umumiylikni o'z ichiga olgan bo'lib, sizlar ixtilof qilishib qolgan jami ishlarda Alloh hukm chiqardi. Ya'ni uningga Alloh taolo kitobi Qur'on bilan va payg'ambarining sunnati bilan hukm chiqardi. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan: agar sizlar bir şeyida ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Ana shu Alloh mening Rabbimdir. Ya'ni mening Rabbim Alloh taolo har narsaga hukm qilg'uchidir. Uningga tavakkul qildim. Hamma ishda Allohga murojaat qilaman. Ya'ni jami ishlarimda Alloh taologa yo'linaman. Alloh osmonlarni va zaminni yaratquchidir. Ya'ni u ikkisini va ularning orasidagi shaylarni paydo qilg'uchidir. Allah sizlarga o'z jinsinglardan juftlarni, ya'ni ayollarni yaratdi. Ya'ni Alloh taolo sizlarga ne'mat va marhamat qilib, o'z jinsinglardan, o'z shaklinglardan sizlarni erkak va tish qilib yaratdi. Hayvonlarga o'z tipidan juftlarni yaratdi. Ya'ni sizlarning manfaatinglar uchun hayvonlardan 8 ni juft qilib yaratdi. Bu orqali Alloh sizlarni ko'paytirdi. Ya'ni Alloh taolo sizlarni mushu yo'sinda mushundaq sifatda yaratdi. Alloh taolo sizlarni mushu usulda bir avloddan yana bir avlodga, nasldan naslga erkak tish qilib yaratib, insonlarni va chahar paylarni davomli ko'paytirdi. Hech şeyi Allohga o'xshash emasdir.
ya'ni jimi juftlarni yaratquchi Allohga o'xshash shay'i yo'qdir. Chunki Alloh taolo yolg'izdir. Hamma Allohga muhtojdir. Alloh taoloning tengdishi yo'qdir. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Osmonlarning va zaminning xazinalarining ochqishlari Allohning ilkididir. Bu oyatning tafsiri sura Zumarda so'zlandi. Uning qisqacha mazmuni Alloh taolo osmon zaminni idora qilg'uchidir, uni boshqarib turg'uchidir. Allah xohlagan kishining rizqini sinash yuzidan keng qiladi. Xohlagan kishining rizqini baloga mubtalo qilib sinash yuzidan tor qiladi. Ya'ni xohlagan kishining rizqini keng, xohlagan kishining rizqini tor qilishdagi hikmat va to'liq adolat faqat Alloh taologa xosdir. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. Elhamdülillah. Yuqorida Sura Shura tafsiridan 12. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.